Assalomu alaykum. Sizlar bilan allergolog Ahmed Umurqodir. Bugun vitamin D ning allergiyada ahamiyati haqida gaplashamiz. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, organizmda vitamin D ning kamligi allergiyaga uchrash foizini oshiradi. Bolalar va o'smirlarda vitamin D ning pastligi allergiyaga sezgirlik darajasi bilan bog'liq. 1 ml qonda 15 nanogramdan kam bo'lgan D vitamini yetarli bo'lgan bolalarga nisbatan allergiyaning uchrash foizi 2,5 baravarga ko'p bo'ladi. Oxirgi parhez qoidalari bolalarga kuniga 600 xalqaro birlikda D vitamini berishni tavsiya qiladi. Bu ularni D vitamini yetishmasligidan saqlaydi. D vitamini kalsiy gomeostazi va metabolizmdagi roli yaxshi o'rganilgan va uning immun reaksiyasi va yallig'lanish reaksiyasining modulyatsiyasida ishtirok etishi haqida bilimlar oshib bormoqda. Ko'plab ilmiy tadqiqotlar bolalarda D vitamini tanqisligi va atopik kasalliklar o'rtasida bog'liqlikni kuzatib borishmoqda. D vitamini, kalsiferol, ikkita o'xshash yog'da eriydigan vitaminlar birikmalari, ergokalsiferol va xolikalsiferolning umumiy nomi hisoblanib, ularning yetishmasligi organizmda og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ergokalsiferol, ya'ni vitamin D2 organizmga faqat o'simlik moddalari orqali so'riladi. Xolikalsiferol, vitamin D3 ultrabinafsha nurlari ta'sirida terining epidermisi orqali organizmga so'riladi. Shu munosabat bilan allergiyasi bor odamlar quyoshda ko'p sayr qilish tavsiya etiladi. Vitamin D tanaga faol bo'lmagan holda kiradi va jigarda 2 bosqichli metabolizmga uchraydi va buyrakda faol garmon shakliga o'tib, bu uning qondagi konsentratsiyasi oshishi bilan namoyon bo'ladi. Og'ir vitamin D yetishmasligi semiz bolalarda, ayniqsa bronxial astma va jigar sirrozi bilan kasallangan bemorlarda uchraydi. Ko'pgina ilmiy ishlar homilador ayollarda vitamin D darajasini bolaning allergiyadan himoya qilishning boshlang'ich nuqtasi sifatida qaratilgan. Homilador ayolda vitamin D yetishmasa, bolaning allergiyaga uchrash foizi yuqori bo'lib boradi. Bunda bolada bronxial astma, atopik dermatit va ularning kombinatsiyasi shaklida kelishi mumkin. Emizikli bolalarda 6 oydan ko'proq vitamin D tanqisligi uchramasa, bu ularning dastlabki 3 yilida allergiya xavfini sezilarli darajada kamaytiradi. Vitamin D qabul qilgandan keyin hayotining 1 yilligida sog'lom bolalarda va bronxial astmasi bor bolalarda hujayra immunitening ko'rsatishining oshish foizi qayd etilgan. D vitamini tanqisligi kompensatsiya qilish, allergiya kasalligiga chalingan bolalarning hayot sifatini oshirish va salomatligini yaxshilashga qaratilgan profilaktika va davolashning muhim maqsadi hisoblanadi. Vitamin D asosan yog'li baliqlarda, sut va sut mahsulotlarida, tuxum sarig'ida, o'sib chiqayotgan qo'ziqorinlarda va eng asosiysi esa quyosh nuri ta'sirida organizmga sintezlanadi. Agar bu mahsulotlar yetarlicha qabul qilinmasa, shifokor tavsiyasi bilan vitamin D qabul qilish kerak. Sizda vitamin D tanqisligi belgilari kuzatilsa, yaqin oradagi shifokorga murojaat qiling. Sog' bo'ling, kasal bo'lmang.